Assalomu alaykum. Ismim Elmurod. Bugun sizlar bilan 2026-yilda dasturchi bo'lish uchun yo'l xaritasini ko'rib chiqamiz. Dasturchi bo'lish qiyinmi? Ya'ni ko'pchilikda bo'ladigan savol. Dasturchi bo'lish qiyinmi? Albatta yo'q. Lekin to'g'ri yo'lni bilmaslik eng katta muammo hisoblanadi. Sababi agar siz nimalar o'rganishingiz kerakligini aniq rejalar asosida qilmasangiz, siz dasturchi bo'lishingiz qiyin va bu boshqa xohlagan kasbingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Dasturchi yo'li bor dasturchi yo'lida siz o'rganishingiz kerak bo'lgan va qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ketma-ketligi. Ya'ni fundamental bilimlarni o'rganishingiz kerak. Siz qaysi yo'nalishda dasturchi bo'lishingizdan qat'iy nazar fundamental bilimlar bo'lishi kerak sizda. Ikkinchisi, yo'nalish tanlash. Siz aynan dasturlash sohasi keng qamrovli soha bo'lganligi uchun aniq qaysi yo'nalishdan borishingiz kerakligini aniq tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz bu dasturlash sohasidan bu sohaga, bu sohadan bu sohaga, bu texnologiyadan bu texnologiyaga sakrab yuradigan bo'lsangiz, siz yaxshi dasturchi bo'lmaysiz. Xo'p, endi uchinchi, texnologiyalar. Siz yo'nalish tanlaganingizdan keyin va yo'nalish bilan texnologiyalar bir-biriga chambarchas bog'liq va texnologiyalarni ham aniq tanlab olishingiz kerak bo'ladi. O'sha yo'nalishingiz bilan yo'nalishingiz, ya'ni texnologiyalari hammasini birlashtirgan holda siz real loyihalar yaratishingiz kerak. To'g'ri, real loyihalar yaratish uchun siz qanaqadir startaplarga yokida kompaniyalarga ishga kirishingiz kerak bo'ladi, lekin agar siz o'rganish jarayonida ishga kira olmagan bo'lsangiz yokida ishga kirishni hali o'ylamagan bo'lsangiz, portfolio sifatida hammaga ommabop bo'lgan Instagram, YouTube boshqa shunaqa platformalarni klon versiyasini, ya'ni o'zingizga moslashtirilgan versiyasini o'rgangan bilimlaringizdan kelib chiqqan holda yaratishingizga to'g'ri keladi va uni portfolio sifatida buyurtma olish vaqtida yoki ishga siz topshirgan vaqtingizda, ya'ni ishga hujjat topshirgan vaqtingizda ishlatishingiz mumkin. Bu portfoliolaringiz sizga ishga kirishingiz va buyurtma olishingizda juda katta o'rin egallaydi. Va keyin siz bu portfolio yig'ib bo'ldingiz, endi siz ishga kirishingiz kerak yokida freelancer bo'lib ishlashingiz kerak. Endi biz boya sanab o'tgan, ya'ni mana bu yo'llarni qisqa ko'rib chiqamiz. Birinchi, fundamental bilimlar deganda bu fundamental bilimlarni har bitta dasturchi bilishi kerak. Ya'ni algoritmlar, mantiqiy fikrlash, o'zgaruvchilar, funksiyalar, ma'lumot tuzilmasi. Bular fundamental bilimlarning asosiy qismlari. Bundan tashqari ham o'rganadigan narsalaringiz bor, lekin siz bularni o'rganganingizdan keyin keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin. Keyingi bosqich dasturlash tilini tanlash. Ya'ni siz dasturlash tili tanlash orqali siz o'sha kelajakdagi dasturlash sohangizni ham tanlashingiz mumkin. Siz imkon qadar ommabop bo'lgan dasturlash tiliga, ya'ni dasturlash tilini tanlaganingiz ba'zi tomonlardan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin siz misol uchun buyurtma olish jarayonida yokida ishga kirish jarayonida bu sizga konkurentlarni ko'paytiradi, ya'ni raqobatchilarni ko'paytirishi mumkin. Shuni evaziga siz birinchi navbatda o'zingizga yoqqan yo'nalishni tanlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun siz veb-saytlar tayyorlashingiz mumkin. Ya'ni yo'nalish tanlash qismini ham hozir batafsil tushuntiramiz. Xo'p, bu joyda qisqacha aytib o'tayman. Siz veb-saytlar yokida mobil programmalar tayyorlashingiz mumkin. O'shalarga to'g'ri keladigan dasturlash tilini tanlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan front-end, ya'ni web dasturlashning front-end qismi uchun JavaScript, TypeScript. Backend uchun JavaScript, Python, Django. Mobil dasturlash uchun Dart, Kotlin, Swift'larni tanlashingiz mumkin. Bu dasturlash tillari o'zi aslida ko'p. Men ba'zilarini misol sifatida yozib qo'ydim. Xo'p, endi keyingi muhim bosqich yo'nalish tanlash hisoblanadi. Xo'p, yo'nalish tanlashda web dasturchilik yo'nalishi, mobil dasturchilik yo'nalishi, hozirgi kunda trend bo'lgan soha AI dasturchi yo'nalishi, desktop dasturchi yo'nalishlari bor. Demak, bundan tashqari boshqa dasturchi yo'nalishlari ham bor. Siz ularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Men video boshida aytganimdek, men maksimal
soddaroq tushuntirishga harakat qilganim uchun kamroq ma'lumotni sizga bermoqchiman. Endi yo'nalish tanladik. Misol uchun biz mobil dasturchi yo'nalishini tanlagan bo'lganimizda biz keyin nimalarni o'rganishimiz kerak? O'shalarni ham hozir har birini qisqacha ko'rib o'tamiz. Birinchi veb dasturchidan boshlaymiz. Demak, veb dasturchi veb saytlar va veb ilovalar yaratadigan dasturchi hisoblanadi. Ya'ni bular nima? Veb saytlar, ya'ni siz telefoningizda, kompyuterlaringizda brauzerlar orqali internetga kirib, biror bir saytlardan foydalangan bo'lsangiz, o'sha saytlarni veb dasturchilar yaratib chiqadi. Veb ilovalar, ya'ni veb ilovalar qanaqadir kichik biznes yokida boshqa biznesdagi qanaqadir bir CRM sistemlari veb ilovalar sifatida ishlatilishi mumkin. Ularni ham veb dasturchilar yaratadi. Mobil dasturchilar Android va iOS ilovalar yaratadi. Ya'ni siz bilan biz telefonimizda ishlatayotgan dasturlarni mobil dasturchilar yaratib chiqadi. Xo'p, ya'ni Play Market va App Store'dan yuklab oladigan dasturlaringizni ham mobil dasturchilar yaratgan bo'ladi. Endi AI dasturchi sun'iy intellekt va aqlli tizimlar yaratadi. Xo'p, keyingisi desktop dasturchi. Bu kompyuter uchun dasturlar yaratadi, ya'ni kompyuteringizda bo'lgan dasturlarni desktop dasturchilar yaratgan bo'ladi. Endi dasturchilar ishlatadigan texnologiyalar, ya'ni toollar. Endi siz bu dasturlash tilingiz va yo'nalishingizdan kelib chiqqan holda o'zingizga mos bo'lganlarini o'rganasiz va ish jarayonida ishlatasiz. Kod editorlar birinchi navbatda biz kod yozishimiz uchun kerakli bo'lgan narsalar: VS Code, Cursor, Android Studio. Keyingisi version control. Bu Git, GitHub, GitLab. Bular haqida chuqur hozir aytish menimcha shart emas. Bu narsani siz ish jarayonida juda yaxshi va chuqur o'rganishingiz kerak. Bu dasturchilar uchun eng asqotadigan texnologiya va servislarning biri hisoblanadi. Keyingisi databaza, ya'ni ma'lumotlar bazasi. PostgreSQL, MongoDB, Freebase. O'zingizga tanlab birortasini mos keladiganini ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Testing API, Postman, Swagger ishlatilsangiz bo'ladi. Deploymentda bu ya'ni serverga o'rnatish platformangiz bo'ladimi, veb saytingiz bo'ladimi, dasturlaringizni serverga o'rnatish qismi. Unda Docker, Versal, AFC'ga boshqalardan foydalanishingiz mumkin. AI assistentlardan foydalanishingiz mumkin. ChatGPT, Copilot, Cursor, hozirgi kunda bular juda ko'paygan. Xo'p, endi siz real loyihalar yarating degan qismi bor. Bu yerda siz masalan o'zingizni yo'nalishingizdan, ya'ni boshida aytib o'tgan web, mobil, AI, desktop yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda real loyihalar yaratishingiz kerak bo'ladi. Va bu real loyihalarda men ba'zi misollarni keltirib o'tdim. Xo'p, bu loyihalarda siz o'zingiz yaratib, o'rgangan bilimlaringizdan foydalangan holda buni portfoliyongizga tayyorlashingiz mumkin. Demak, portfolio tayyorlash qismi bor bizda. Xo'p, portfolioda sizda asosan dasturlashni o'rganib boshlaganingizdan GitHub ro'yxatdan o'tib, har bitta qilgan ishlaringizda yokida o'zgarishlaringizni GitHubga commit qilib borishingiz kerak bo'ladi. GitHubni ham chuqurroq video darslarni chiqarishga harakat qilamiz, tushunib olishlaringiz uchun. Keyingi bosqich portfolio veb-sayt yaratishingiz kerak o'zingizga. Sababi tayyorlagan ishlaringizni portfolio veb-saytingizga joylab borishingiz kerak. Bu sizga ish beruvchi va ishga topshirgan vaqtingizda tekshirish uchun juda asqotadi. Keyin sizlar real loyihalar, ya'ni portfolio sifatidagi real loyihalar 3 tadan 5 tagacha bo'lgan yaxshi. Undan ko'p bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. CV tayyorlab qo'yish va LinkedInda profilingizni yuritish. Bu ham juda foydali. Endi vaqt rejasiga keladigan bo'lsak, sizni o'rganadigan vaqtingiz bu o'rtacha olingan, yokida kimdadir kam yoki kimdadir ko'p bo'lishi mumkin, cho'zilib ketishi mumkin. Misol uchun 3 oygacha fundamental bilimlarni olishingiz mumkin. 3 oydan 6 oygacha framework proyektlarni yaratishingiz mumkin. O'rganib, xo'p, 6 oydan 12 oygacha portfoliolar tayyorlab, ishga tayyorgarlik, ya'ni ish buyurtmachilardan ish qabul qilish yokida ishga topshirishga siz tayyorlanishingiz mumkin. Ba'zilarda bu 24 oyini tashkil qilishi ham mumkin. Ba'zilarda 12 oydan 10 oyda
o'rganib ishga topshirish yo buyurtmalar qabul qilishi mumkin. Xo'p, dasturchi sifatida, ya'ni dasturlashni o'rganayotgan boshlovchi sifatida eng katta xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Bulardan ba'zilari har oy yangi texnologiyani boshlashdan qoching. Ya'ni misol uchun siz JavaScriptni o'rgandingiz. Ba'zi YouTube kanal yoki boshqa kuchli dasturchilar o'zini yo'nalishini qanaqadir maqtagan holda video tayyorlasa, misol uchun Flutter'ni maqtayapti, ba'zi dasturchi o'zini yo'nalishi, siz JavaScriptni endi o'rganib, endi frameworkga o'tayotgan vaqtingizda siz Flutterga qiziqib qoldingiz, ya'ni mobil ilova yozishga qiziqib qoldingiz. O'sha vaqtda aynan Flutter bilan yozishga qiziqyapsiz. Siz demak Flutterni o'rganishni boshlamang. Ya'ni siz agar Flutterni o'rganishni boshlasangiz, JavaScript chala qoladi. Shu evaziga siz JavaScriptni ham oxiriga olib bormasligingiz mumkin. Flutterni ham katta ehtimol bilan oxirigacha o'rganmasligingiz mumkin. O'shaning uchun yangi texnologiyalarni har oy o'zgartirish, tezda yangilashdan qoching. Siz shoshilmang. Bitta dasturlash tilini yaxshi o'rganib olganingizdan keyin boshqa dasturlash tillariga o'tib o'rganish oson. Sababi tub ma'nosi deyarli bir xil. Xo'p, faqat video ko'rish, ya'ni siz video darslarni yoki qanaqadir playlistlarni o'zingizga tashkillashtirib olib, faqat o'sha videolarni ko'rib chiqsam, men o'sha texnologiyani o'rganib qolaman degan fikrdan yiroq bo'ling. Bu sizga hech qanaqa dasturlash texnologiyalarini to'liq o'rgatib qo'ymaydi. Siz ko'proq kod yozib, o'zingiz ustingizda ishlab o'rganishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi kod yozmaslik. Bu kod yozmaslik sizni yaxshi dasturchi yo'lidan olib chiqadi. Ya'ni kod yozmayapsizmi, demak siz yaxshi dasturchi bo'lmaysiz. Xo'p, keyingisi portfolio qilmaslik, ya'ni qilayotgan ishlaringizni, qilayotgan loyihalaringizni portfolio qilib joyi jamlab bormaslik, ya'ni portfolioga joylamaslik. Bu katta xato hisoblanadi, chunki portfolio sizni qilgan ishlaringizni va sizni bilimingiz haqida boshqa ish beruvchi yoki korxona tashkilotlariga ishga topshirgan vaqtingizda ular tekshirishi mumkin bo'lgan qism hisoblanadi. Shuning uchun portfolioni doim yig'ib boring. Xo'p, dasturchi bo'lish sizga bir kunda emas, har kuni kichik qadamlar bilan o'rganib boriladigan soha hisoblanadi. Nafaqat dasturlashda, balki boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa. Siz har kuni kam o'rganib, sekin yetadigan soha. Siz shoshilmang. Yana misol uchun 5 oyda siz yaxshi o'rgana olmadim, bo'ldi, dasturlash men uchun emas degan fikrlardan uzoqlashing. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa reja asosida boshlang, o'rganing, yarating. Ya'ni o'z dasturlaringizni yarating, muammolarga yechim yarating. Shu tartibda dasturlash sohasini o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzating. Keyingi videolarni yaxshi, sizga manfaatli bo'lishiga harakat qilamiz. Obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlang. Salomat bo'ling.